o'zgacha bir ishtiyoqu sehr bilan ko'ngillarni ilm bilan o'rar ustoz. Saodatga yetaklaydi mehr bilan o'quvchisi farzandidek ko'rar ustoz. Deydilar dunyoda asli kim aziz? Aytdilar ustozdir, ustoz begumon. Tag'in aytdilarki aziz shubhasiz, ustozi qadriga yetolgan inson. Prezidentining qarori o'zbek imo-ishora tili va brail alifbosini rivojlantirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida ko'rish, eshitish va nutqida nuqsoni bo'lgan shaxslarning savodxonligini oshirish, huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish, ularga ko'rsatiladigan ta'lim xizmatlari sifatini yaxshilash hamda O'zbekiston Respublikasining nogironligi bo'lgan shaxslarning huquqlari to'g'risidagi qonunning ijrosini ta'minlash maqsadida. Feruza opani ovozini eshitgan odam ko'zingizni yumsangiz xuddi 90-yillardagi axborot degan hozir Anor opaga aytayotdim, ovozlarni eshitganday bo'laman. Har bittanglarning o'zingizlarning xususiyatinglar bor, o'shaning uchun ham yana bir bor rahmat. Muborak bo'lsin. Ezgu orzularingiz ro'yobga chiqsin. Doimo sog' bo'ling, dard ko'rmang aslo. Fayzli xonadoningiz nurlarga to'lsin deb bugungi tadbirimizni yakunlaymiz.